Трудовой договор migrantlar uchun nimaga kerak? Rus tilidan ekzamen topshira olmayapsizmi? Sertifikat ola olmayapsizmi? Videoga bir donadan like bosamiz va musofir do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz shu videoni. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar Sabr Musofir kanalini kuzatib bormoqdasizlar. Akalar, opalar, bugungi videomiz трудовой договор, sertifikat, kimki rus tilini bilmasa shu haqida bo'ladi. Qanday qilib трудовой договор olsak bo'ladi? Biz частный ishlab yuribmiz. Qanday qilib sertifikat olsak bo'ladi degan akalarimiz, opalarimizga foydali video. Akalar, opalar, videoni to oxirigacha ko'ringlar. Bir donadan like bosinglar. Обязательно shu videoni tanish bilishlaringga tarqatib qo'yinglar. Rossiyada dokument xizmati kerak bo'lsa, kimki sertifikat ola olmagan bo'lsa, трудовой договор qilmoqchi bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Sizlarga dokumentlaringizga yordam beradi. Qanday dokumentlar kerak, bazadan tekshirib berish kerak bo'lsa, bazadan tekshirib beradi va boshqa bo'ynamud dokumentlaringizga yordam beradi. Ekrandagi nomerlarga, menejerlarga aloqaga chiqinglar. Трудовой договор musofir do'stlarimizga nima uchun kerak? Patent qildingiz, registratsiya, общий hamma dokumentingiz bor, lekin siz частный ishlayapsizmi yo bironta joyda kompaniyada ishlayapsizmi? Sizga трудовой договор qilib bermaganmi? Agarki siz patent olgandan keyin 2 oy ichida siz трудовой договорingizni qilib olishingiz kerak. Agarki siz трудовой договор qilmasangiz, ishxonangizga bironta FMS kelsa yo bironta politsiya kelsa, u borib sizni bazadan proverka qilsa, трудовой договорingiz yo'q bo'lsa, sizni deport urib yuborishi ham mumkin. Chunki siz Rossiyada noqonuniy ishlab yurgan bo'lasiz. Siz o'ylaysizki, Rossiyada hamma dokumentlarim bor, mana ishlab yuribman, трудовой договорingiz yo'q. Siz o'ylaysizki, polniy ofitsialniy ishlab yuribman, meni hech kim ishtimad demaydi deb o'ylashingiz ham mumkin. Agarki трудовой договорingiz bo'lmasa, sizni kelib ushlasa ishxonangizdan yo bironta politsiya kelib ushlasa, sizni bemalol dokumentlaringizni annullировать qilib, o'sha sizni deport urishga ham haqqi bor. Kimki трудовой договор qilmoqchi bo'lsa, marhamat ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar, menejerlarimizga. Arzon narxda tez orada sizlar uchun трудовой договор qilib beradi. Официальный 1 yillik трудовой договор qilib beradi. Bu joyga o'tadi. Agarki siz даже частный ishlab yurgan bo'lsangiz ham, sizga трудовой договор kerak bo'lsa, mana shu nomerlarga aloqaga chiqsangiz, qanday dokumentlar kerak bo'ladi трудовой договор qilish uchun tashlab berasizlar, sizlarga dokumentlaringizni tez orada qilib beradi. Boshqa dokument qilib beryapti turgan odamlarga qaraganda, bizning menejerlarimiz arzonroq narxda qilib beradi. Xohlasangiz, boshqa dokument qilib beryapti turgan odamlar bilan сравнить qilib ko'rishingiz mumkin. Siz birinchi marta Rossiyaga keldingiz, rus tilini bilmaysiz, sertifikat olishga qiynalyapsizmi? To'g'ri yordam beramiz. Menejerlarimizga aloqaga chiqinglar. 5 yillik sertifikatlarni garantiyasi bilan bemalol borib, FMSdan borib patentlaringizni olib kelishingiz mumkin. Ekzamendan o'tmasdan turib bemalol borib patentlaringizni olib kelasizlar. Sertifikat nima uchun kerak? Sertifikat patentni olishdan oldin ekzamen topshirasiz. Ekzamen topshirgandan keyin balingizga qarab sertifikat beradi sizga. Agarki yiqilsangiz sertifikat ola olmaysiz, chiqib ketishingizga to'g'ri keladi. Patent ham ola olmaysiz. Sertifikatsiz hech kim patent ola olmaydi. O'sha uchun sertifikat kerak bo'lsa, original bazadan chiqadigan, bemalol borib patentni olib keladigan sertifikatlar kerak bo'lsa, menejerlarimizga aloqaga chiqinglar. Sizlarga sertifikat tez orada qilib beradi. Bemalol borib patentlaringizni olib kelasizlar. Rus tilini bilasizmi, bilmaysizmi, absolyutno farqi yo'q. Bemalol borib patentingizni olib kelishingiz mumkin. Juda ham ko'p akalarimiz, opalarimiz FMSga borib, ekzamenga kirib, ekzamendan yiqilib, ikkinchi marta kirib, uchinchi marta kirib, pul topshirib kirib, qanchadir pulga kuyib o'talmay yotishibdi. Sizlarga garantiyali sertifikatlar kerak bo'lsa, bizlarning menejerlarimizga aloqaga chiqinglar. Tez orada sertifikatlaringizni qilib beradi. Borasizlar FMSga, bemalol dokumentlaringizni topshirasizlar, borasizlar patentlaringizni olib kelasizlar. Undan tashqari sertifikat, трудовой договорdan tashqari original registratsiya, 3 oylik bazadan chiqadigan, xohlasangiz 1 oylik registratsiya, medknижка, трудовой книжка hammasini qilib beradi menejerlarimiz. Aloqaga chiqsalaring bo'ldi. Sabr Musofir kanalidan nomerlaringizni oldik. Dokumentingizni nomini aytasiz, qanday dokumentlar kerak bo'lsa, menejerlarimiz o'zlari tushuntiradi, qanday qilib yaxshiroq, osonroq yo'lda qilsa bo'ladi. Keyin sizlar o'shanga qarab ish tutasizlar. Iltimos,
Yana bir narsani aytib o'taman. Telefon qilgandan keyin, so'ragandan keyin yo'qolib qoladigan odamlar iltimos telefon qilmanglar. Telefon qiladi aka deydi, hozir dokumentlarimni tashlab beraman. Menejerlarimiz уже bazani ochib qo'yadi, bu odamlar yo'qolib qoladi. Iltimos shunaqa odamlar telefon qilmanglar, menejerlarni ham vaqtini olib o'tirmanglar. Konkretniy dokument qiladigan bo'lsangiz, konkretniy 100% bazadan chiqadigan dokumentlar kerak bo'lsa, marhamat, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar, menejerlarimizga sizlarga tez orada qilib berishadi. Glavnisi arzon narxda. Boshqa dokument qilib berib turgan odamlarga qaraganda arzonroq narxda qilib berishadi. Srochniy aloqaga chiqinglar.